Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Xullas, sizlarga bugun bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Kitob o'qigandim. Buyuk shaxmat taxtasi degan Zbigniew Brzezinski tomonidan yozilgan Amerika Qo'shma Shtatlarini kelajakdagi gegemonlik sari qilayotgan harakat haqida ekan. Xullas, butun dunyoni nazorat qilish uchun avvalambor Yevroosiyoni nazorat qilish kerak ekan. Bu kitob bo'yicha Amerika aynan o'sha narsa uchun kurashar ekan va Yevroosiyoni harakat qilishda ham shunday o'ziga alohida bir qo'nim topadigan joy ochib olar ekan bu yo'nalishda. Bu hozirgi paytda Yaqin Sharq, Iroq, Saudiya Arabistoni va bir nechta davlatlar, ya'ni resurs ham eng ko'p bo'lgan davlatlar, shular jumlasidan. Yana bu kitobda shunday deyilganki, Zbigniew Brzezinski yaqin kelajakda Yaqin Sharqdagi mojarolar katta ehtimol bilan Kaspiy dengizi atrofida sodir bo'ladi. Buning eng o'chog'i Ozarbayjon bo'ladi deyilgan. Chunki nimaga Ozarbayjon? Chunki buning sababi Ozarbayjonda Kaspiyni katta miqdorda joyini olgan. Ya'ni Kaspiy dengizida ko'proq hududga ega. Shu nuqtai nazardan aytilyaptiki, Kaspiyda neft bilan gazni shunday bir qismi yashiringanki deydi. U Kuvaytni ham qo'shganda, Saudiya Arabistonni ham qo'shganda, hatto Eronni ham qo'shganda, bu uchta davlatni qo'shgandagi neft zaxiralaridan ham juda katta zaxira bor deb aytilyapti. Aynan o'sha narsa uchun ham yaqin kelajakda uchta gegemon o'rtasida talash bo'lishi mumkin. Bu gegemonlar Amerika, Xitoy va Rossiya. Va Kaspiy dengizining o'rtasida, ya'ni Kaspiy uchun juda katta mojaro bo'ladi. Ya'ni Yaqin Sharqdagi mojaro Kaspiyga ko'chadi qachondir deb Zbigniew Brzezinski sal imloviy holatda aytib ketyapti, lekin buni o'qigan odam tushunadi. Men hozir buni ikkinchi marta o'qiyotganimdan keyin tushunishni boshlayapman. Hozir birinchi marta o'qiganimda tushunmadim, chunki og'ir kitob bu. Uncha siyosatchilar tushunadigan narsa, mavzulari bor. Oddiy odam o'qisa tushunish qiyin. Hozir ikkinchi marta o'qiyotganimdan keyin tushunishni boshlayapman. Xullas, yaqin kelajakda Kaspiyning atrofida juda katta mojarolar bo'ladi. Bu mojaroning ichiga Qozog'iston qolib ketadi, Ozarbayjon qoladi va Gruziya ham qolishi mumkin. Keyin Eron. Va yana bitta yo'nalishda o'ylaymanki, demak AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari aynan Kaspiyga yo'l ochish uchun Eronni xonavayron qilish rejasi borligi